Poytaxtimizda Global yoshlar festivali doirasida kreativ loyihalar va ilm-fan haftaligi o'tkazilmoqda. Uning dasturidan o'rin olgan 3-chi Turkiy davlatlar diaspora yoshlari forumidan muxbirimiz xabar qiladi. Haftalik doirasida Turkiy davlatlar yoshlari tashkilotlari vakillari xalqaro miqyosdagi panel sessiyalarida ishtirok etdilar. Xususan, chegarasiz meros, yosh diaspora yetakchilari kelajakni shakllantirish yo'lida mavzusidagi muloqotda ham muhokamalar qizg'in. Ең алдымен осы форумда жоғары деңгейде ұйымдастырып жатқан Өзбекстан тарапына және Түркі мемлекеттер ұйымына шексіз алғысымды білдіремін. Avvalo, ushbu forumni yuksak darajada o'tkazayotgan O'zbekiston tomoniga hamda Turkiy davlatlar tashkilotiga samimiy minnatdorligimni bildiraman. Qozog'istondan kelgan delegatsiya sifatida menda 3 ta taklif bor edi. Ulardan biri yoshlar uchun umumiy ekspertlar klubini tashkil etish. Bu nimaga kerak? Chunki iqtisodiyot va siyosatning barcha sohalarida ekspertlik biz uchun juda muhim. Biz Turkiy davlatlardan chiqqan mutaxassislar sifatida o'z tajribamiz, yangi tendensiyalar bilan o'rtoqlashib, davlatimiz uchun yechimlar taklif qila olishimiz kerak. Konferensiyada qatnashchilar ilg'or g'oya va tajribalar bilan o'rtoqlashib, yangi loyihalarni taqdimot qildilar. Ularning barchasi Turkiy mamlakatlari o'rtasida ta'lim, innovatsiya, kreativ iqtisodiyot va madaniy aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan. Yoshlar parlamenti 72 tadan ziyod mamlakatlarda bor, lekin ko'pchiligida aynan prezidentimiz tashabbuslari bilan ochilgan yoshlar parlamenti ko'pchilik davlatlarda yo'q. Turkiya davlatidan Qozog'iston va Turkmaniston vakillari bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldim. Misol uchun Qozog'iston Respublikasida yoshlar parlamenti tuzilmasi ochilishga hissamizni qo'shishimiz mumkin, chunki ular bizdan qiziqib so'rashdi, qanday tuzilma, qanaqa ishlaydi bu tizim. Biz aynan shu o'zimizni tajribamizdan kelib chiqib, ularga albatta yordam ko'rsatishga tayyormiz. I think this kind of meetings are very good to network. Menimcha bunday uchrashuvlar turkiy tilli mamlakatlar yoshlari bilan tanishish va aloqalarni yo'lga qo'yish uchun ajoyib imkoniyatdir. Bu bizga katta bir oilaning bir qismi ekanligimizni his qilishga yordam beradi. Germaniyada bizda talabalar uyushmasi bor. U yerda biz madaniyatimizni saqlab qolishga va boshqa talabalar bilan bo'lishishga harakat qilamiz. Bu juda muhim, chunki ko'pchiligimiz oila a'zolarimizdan uzoqda o'qish uchun kelamiz va ba'zida bizga o'z diyorimizdagi muhit yetishmaydi. Biz muloqot qilish, g'oyalar almashish, bir-birimizni qo'llab-quvvatlash va shunchaki maroqli vaqt o'tkazish mumkin bo'lgan hamjamiyat yaratamiz. Bunday tashabbuslar chet elda yashayotgan yoshlar uchun juda kerak. Ushbu haftalik yosh avlod vakillari va umuman Turkiy davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash bilan ahamiyatli. Uning doirasidagi muloqotlar esa bilim va tajriba almashinuvi uchun qulay xalqaro platformaga aylanadi.